Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana aka-ukalar, opa-singillar, yangi obyektimizga keldik. Yangi obyektimiz xudo xolosa pol, patolog, shpintovoy pol bo'ladi. Bu yerlar shpintovoy pol bo'ladi. Tepamiz gipsokardon, mana yopiladi, dushovoy bo'ladi. Mana bo'linib dushovoy bo'ladi. Topli pol, stяжка, двойной stяжкалар, izolyatsiya, mana mehmonxona zal. Xudo xolasa bitsa o'zlaringiz baho berib o'tasizlar. Yangi obyektga kelganmiz. Elektrika, santexnika, pol, patolog hammasi bo'ladi. Stяжка. Mana bu xona katta xona, 8,5 metrlik xonamiz. O'rtasidan bo'linib spalni, detskiy bo'ladi. Do'stlar, mana koridor. Yangi obyekt, mana yuklarni tushirganmiz. Mana bu kuxnyamiz, podvol bo'layapti. Kuxnya. Mana yangi obyektga kelib olganmiz o'zimizcha. Yangi obyektga kelib o'zimizcha kelib olganimizda nima qilishni bilmayapmiz. Ish boshlanishiga. O'yin boshi deydi-ku. Hammaga omad. Yangi kelganlar albatta Jahon akani tanisa, like bosib qo'yinglar.